Bolaligingdek to'yib yig'lab ol. Mol, besh yoshib turibdi. Dada kuyovimiz keldilar. Bora qol. Hozir Ya qattasana. ketyapman. Men Hozir qaragin, nima yugurib chiqmaysan? Men vaqtda chiqmaysan. dadam kelganlar. Assalomu alaykum, adajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Aytmabsiz-da, o'zim kutib olardim. Yaxshi keldingizmi? Qani ilohi amin. Hammamizga insof bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Adajon. Ye, mani qizim, asal qizim. Voy. Mani qo'ynimga o'tirib oladi-ku. Yaxshimisan? Sog'inding mani qizim? Mani yaxshi ko'rasanmi? Sizni kim tuqqan? Siz. Kuyov. Qizingizni juda ham yaxshi ko'rasiz. Jiddiy ham yaxshi ko'raman-da. Bu meni borlig'im, meni dunyoyim bu. Asal qizim. Agar mana shu qizingizni birorta nomard xafa qilsa nima qilgan bo'lardingiz? Bu nima deganingiz? Buni boshidan bir tola soch to'kilsa, dunyoga o't qo'yaveraman. Xafa qilganni tug'ilganiga pushaymon qilaman. Kekirdagini sug'urib olaman. Unda men ota bo'lib nima qilishim kerak? Qaysi dunyoga o't qo'yishim kerak? Kimni kekirtagini uzib olishim kerak? Men qizimmi? Senga berayotganda baxtli qilaman deb va'da berganding. Endi-chi, xalqda maqol bor. Pichoqni avval o'zingga ur. Og'rimasa keyin boshqaga. Kuyov bola, meni qizim ham, meni borlig'im, meni ko'zimning nuri, qalbimning qo'ri. Erkak yaxshi otga bir qamchi. Amin. Dada.